Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Ma'lum bo'lishicha 29 may Toqsun oyisining ishchiliq yezisida to'qinish yuz berib, bir Xitoy soqchisi o'ldirilgan. 4 nafar yaralangan. To'qinishda 2 Uyg'ur Xitoy soqchilariga hujum qilish jarayonida jon uzgan. Bir Uyg'ur yaralangan. Egallishimizcha Xitoy soqchilari Toqsun oyisida doğrusu elibilinib o'stanga tashlab o'tilgan 2 taga saranga yog'ichi bayqagan. Xitoy soqchilari jipuchiga asosan 29 may gumondor Emin Tömür turayotgan uyga besib kirganda, uydagilardan Emin Tömür, Rahman Tömür va Yasin Osman qatorliqlar Xitoy soqchilariga hujum qilgan. Xitoy taraf hujumchilarga o'q chiqargan. To'qinishda Xitoy tarafdan Shili ismli bir Xitoy razvedchiga naq maydonda o'lgan. Qolgan 4 nafar yaralangan. Hujumchilardan Emin Tömür va Rahman Tömür Akfukula o'qda o'lgan. Yasin Osman yaralangan. 4 iyun Xitoy doiralari 70 necha nafar atalmış vatanparvar diniy zotni Urumchiga yig'ib, ulardan g'azot va jihodga qarshi tabliq qilishni talab qilgan. Şinjan İslam İnstitutida ochilgan yig'inda diniy zotlar 22 may Urumchi atdiganlik baza hujumini ayblashgan. Millatlar ittifoqligi va ijtimoiy muqimlikni qat'iy qo'g'dash irodalarini bildirgan. Dinni burunlash bo'lib, ularning maqsadi millatlar o'tirisida o'chmanlik selib, jamiyatni qalaymaqon qilishdan iborat. Vakalatsiz Millatlar va Xalqlar Tashkiloti Xitoy doiralarining 81 nafar Uyg'urga hukm e'lon qilganligini tanqid qildi. 5 iyun Uyg'ur elining Urumchi, Qashqar, Xotan, Aqsu qatorliq rayonlaridagi 6 sot mahkamasi 81 nafar Uyg'urni atalmış terrorlik jinoyatlari bilan ayblab hukm e'lon qilgan. Ulardan 9 kishi o'lim jazosiga buyurilib, 3 kishi 2 yil kechiktirib o'lim jazosiga, qolgan 69 kishi uzun yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Vakalatsiz Millatlar Tashkilotining Xitoy ishlariga mas'ul xodimi Eva Petkovich, biz Vakalatsiz Millatlar va Xalqlar Tashkiloti Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning Xitoy Xalq Jumhuriyati tomonidan kollektiv sotlanayotganligini qattiq ayblaymiz. Bu qonun tartib bo'yicha adil sotlanish huquqiga qilingan zo'r buzg'unchilik dedi. Abduvali Ayub qatarlıq vicdan məhbuslarının sotsuz tutqunda turayotganiga 9 ay to'ldi. Abduvali Ayub, Muhammad Sidiq va Dilyar Ubul qatarlıq ana til tashabbuschilari o'tgan yili 20 avgustda tutqun qilgan edi. Lekin aradan az kam 9 ay o'tgan bo'lsa-mu, qonuniy sud rasmiyatlari bejirilmagan bu jarayonda ularning urug' tuqqanlari qarindoshlarining qayerda qamalganligi va qachon sud ochilganligini bilinmagan. Navbatda New York vaqt gazeti qatorliq dunyoviy dangliq gazetlar bilan Amerika davlatlik ommaviy radio kanalida maxsus Abduvali Ayub haqida maqola va programmalar berilmoqda. Radiomizning egallashicha Urumchida yuz bergan odam bomba hujumidan keyin Xitoy soqchilari ishkiri o'lkalardagi Uyg'ur o'quvchilarni bir-birlab chaqirtib, ulardan shaxsiy hayoti va diniy xohish haqida ahvol egallagan. Xitoyning o'lkalaridagi universitetlarining birida o'qiyotgan ma'lum bir Uyg'ur studentning bildirishicha, oldingi oyda Urumchida orqa-orqadan yuz bergan odam bomba hujumidan keyin ishkiri o'lkalaridagi Xitoy soqchi organlarining shu yerdagi oliy maktabda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga bo'lgan nazorati birxil kuchaygan. Uyg'ur o'quvchilaridan so'ralgan savollar pasport, chet elga chiqish, kelgusi plan qatorliq temalarga markazlashgan. Aldığımızdaki o'qish mavsumidan boshlab 9 yillik haqsiz majburiy ma'rifni tamomlagan Uyg'ur farzandlarining to'liq o'tirnimi o'qishga majburlanganligi oshkorlanmoqda. Bu to'liq o'tir ma'rifi haqsiz deb tashviq qilinayotgan bo'lsa-mu, aslidagi 9 yillik majburiy ma'rifni tugatgan o'quvchilarning jarimana tahditlari bilan to'liq o'tirda o'qishga haydalganligi ma'lum. Ziyoratimizni qabul qilgan Janubiy Uyg'ur elidagi bir maktab mudiri bundan keyin to'liqsizni bitirganlarning 85%ning to'liq o'tirda o'qishni kapolatga ega qilganligini bildirdi. Xotandagi bir dehqon bolalarini maktabga avatmagan ota-onalarga 50 yuandan 100 yuanga qadar jarimani qo'yilganligi, hatto o'qituvchilarning ham jazoga tortilganligini aytdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.